Dehqonning 1 yillik mehnatini 5 daqiqada chop etilgan bu dollarlarning 10 tasiga sotib olinadi. Peshona teri to'kib, bola chaqasi bilan ishlab yetishtirgan bir ombor bug'doyni 5 ta qog'oz pulga almashtiradi dehqon. 1 yillik mehnatini 1 daqiqada chop etilgan qog'ozga alishtiradi. Bechora. Ammo o'sha pulni ham dehqonda qoldirmaymiz. Chunki biz pulni qadrlaymiz. Lyuks chiroq agenti dehqonning oldiga borib, biz ilgari bergan pulga hashamatli chiroq sotadi. Dehqon chiroq uchun 1 yillik mehnatini sarflaydi. Endi u bizning qulimizdir. Chiroq yonishi uchun kerosinni ham biz sotamiz. Bu shunday davom etaveradi. Ular ishlaydi, harakat qiladi, biz esa hamma narsasini bir qog'oz bilan qo'lidan tortib olamiz.